Hozir istoriya qo'ysam, tagiga yozib tashlashyapti odamlar, boshqa blogerlarda ham xuddi shunaqa holat bo'layotganini. Значит, men endi hech kimni ko'rganim ham yo'q. O'zim kechqurun singlim telefon qilib mana shunaqa bo'lyapti deganidan keyin qo'yibman istoriya. Значит, bunaqalar haqiqatdan ko'payibdi. Demak, balkim bular bir xil odamlardir, biz bilmaymiz. No, dahshatli darajada уже kuniga 15-20 marta telefon qilish nima degan gap. Уже biz ham endi chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Bilmadim даже. O'zi ehson so'rab, bunaqa muhtoj odamlar bir narsa so'rasa, men o'z yuragim yomon bo'lib ketadi-da. Juda ham ko'ngli bo'sh insonman, lekin haqqimni birovga berib qo'yadigan inson emasman-da. Ras shunaqa moshenniklik yo'liga o'tishgan bo'lsa, biz ham shunga yarasha muomala qilishga majbur bo'lamiz. Ogoh bo'linglar qolgan blogerlar. Dahshat.